hol va ba'zi bir past va obro'yi va o'zini tutishi undan ham past bo'lgan yigitlar to'g'risida bo'ladi. O'zini aytsam, bu temani umuman olib chiqish niyatim yo'q edi. Vaqti ishim ham yo'q. Bir kishini lичности, shaxsiy tanlov va shaxsiy hayot haqida. Lekin 2-3 marta shu holatga nima deydi, uni revarob bo'lganligim sababli ozgina aytib o'tishga qaror qildim. Lekin itagalik qizlar menga вообще farqi yo'q. Qaranglar, men sizlarga o'zi ikkita voqea bo'lib qoldi. Hozir men qisqa qilib aytib beraman. Karvon tomonga sherigimni kutib turdim. Birga joy bo'lishimiz kerak edi, короче. Keyin bitta qiz bilan yigit uzoqroqdan mendan 1 metrcha uzoqroqqa gaplashib turishibdi. Jayam uzoq emas. Men ular gapini realni eshitib bitirman. Birinchi marta tanishayotganda gapidan ma'lum, o'sha gap so'zdan ma'lum. Qanaqa ovqat qilishni bilasiz? To'ydan keyin qanaqa kiyinishni xohlaysiz? Shunaqami? Ota-onamni kim deb chaqirasiz? degan savollar beribdi bola tomonidan. Qiz endi qo'ldan kelgancha maksimal darajada nimalardir deb javob beribdi. Asosiy meni e'tiborim bolani savollariga bo'ldi. Qizcha 2005 yo 2006 da, chunki yosh qizligi, hali bunaqa situatsiyalarga endigina tushayotgani ya'ni ma'lum. Bola esa примерно shu man qatori 2001 shu qatori atrofiga. Ha, men harakat qilaman, uni bilaman, buni bilaman, unday shunday. Men yarim soat o'sha yoqqa sherigimni kutdim. Yarim soat o'sha yoqqa tik holatda savol javob qilib o'tirdi. Lekin bilasizmi, bir nima yeysizmi? Yuring, biron yoqqa borib aylanamiz, ovqatlanamiz, yo'q nima deydi, biron narsa olib beraman sizga degan gap so'zlar umuman yo'q. Ishimizda umuman. Shunday achchig'im keldi-da. To'g'ri, ular menga yetib begona, просто endi yigit bola bo'lgandan keyin, qiz bola bilan birinchi marta ko'rishayotgandan keyin men u ota-onasi topsin, men o'zi topsin. Lekin bunaqa deyish вообще noto'g'ri. To'g'ri, aytish kerak, qiziqish kerak. Lekin birinchi martani o'zidayoq xuddi bir nima deydi, bezbetlarcha so'rash kerak emas. U qizni masalan ozgina bo'lsa ham ko'zlariga qarab, ozgina bo'lsa ham bir nima deydi, ayol sifatida, qiz bola sifatida hurmat qilib, bir bunday kompliment qilsa, keyin xohlaysizmi yo'qmi? Qiz o'zi xohlab, masalan, ijobiy fikrlarini, o'zi haqidagi fikrlarini aytishni boshlaydi. U narsani xuddi bir sud idorasiga o'tirganday kim nima deyish kerak yo'q. Sen bir jinoyatchi bilan gaplashmayapsan, qiz bola bilan gaplashyapsan. Yoki savollari bunday derski, keyin nimadan keyin qaysi savol berishi xuddi yozib qo'yilganday aniq. Bitta savol tugatib javob oldi-ku, keyingi savolga o'tadi. Bunday fikr mulohaza qilib, bir fikr almashib, gap almashish yo'q. Xuddi yozib kelganday. Ikkinchi holat esa, buni ikkinchi qismda, videoning ikkinchi qismida aytib o'taman. Menga podpiska tashlang. Bunisi unisidan ham battar. Kam esa ko'p esa ko'pga kam emas.